Tesla 3-model va Tesla X. Bu sedan, ya'ni kupe. Bunisi crossover. O'z turishidan ma'lum, bu nisbatan balandroq, bu pastroq. Rul bir xil yumaloq. U qiza Tesla X olgandim. Ruli yapaloq ruli, bu yumaloq rul. Demak, monitor katta har doimgidek va ikkinchi monitor. Monitor ikkita bunda. Model 3 ta monitor bir dona. Rulda olti monitor yo'q. Monitor faqat bir dona bu yerda. Endi baland pastligida ham juda ham katta farqi bor. Crossover tagi baland, buniki past. O'rindiq 4 ta. Bagaj nisbatan katta. To'g'ri, mana bu dulo motor, ya'ni motori kuchli, tez tortadi, lekin bu qulayroq. Mana bu sport versiya, dual motor. Oldida ham, orqa ham tortadi. Juda ham kuchli mana bu. Qo'zg'alish juda ham kuchli bunga nisbatan. Bu to'g'ri sekinroq yuradi, lekin qulay. Balon buniki kattaroq nisbatan. Eshik tepaga ochiladi. Ochilishi buniki mana bu bosiladi. Mana bunday ochiladi. Buniki esa mana. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Korobka yon. Zamykание. Yangi mashina zamykание qiladi. Hamma joy urilgan buni. Mashina urilgan. Yangi mashina urib tashlagan. Mana bu yerda haydovchilar bor boyaga. Shu yerda haydovchilar. Mana bu mashina aylanasiga urilgan. Agar hozir ko'rsatib ber desalaringiz, yangi mashina urilgan joylarni topib beraman sizlarga. Mana ham Tesla sizlarga. Yangi hammasi. Hozir yangi mashina urilgan joylarni topamiz. Parking. Ketdik. Qayerda ko'rdim boya urilgan joylarni? Mana qirilgan. Nomni uznasiga mabigacha qirilgan. Ko'rinibmi yo'qmi urilgan mana. Diskani yo'q qilib tashlagan. Mana ko'rinyaptimi? Yangi mashinani urgan. Diska qirilgan. Yangi mashina. Urilgan. Qayerga buncha urgan bo'lar biladi. Urgan. Diska urilgan mana. Hal mana bu yerda nakleykani ham qirgan bo'lar. Yo, onasini emsa, mana yerda ham urgan. Mana ham to'rilgan. Urgan. Abgomayna yaxshigina urilgan. Yangi mashina. Yangi mashina yeb tashlagan. Voy. Yegan mashina mana urilgan joylari.